Qaranglar, darsimiz bizning sezgi a'zolari. Sezgi o'zini bilasizlarmi? Nima? Biror narsani ta'mini bilish, biror narsani hidini bilish, ko'rish. Yanachi? Urish. Ursa, yanachi? So'zlarni eshitamiz, ovozlarni eshitamiz. O'shalar sezgi ekan. Endi biz ularni nima orqali his qilamiz? Misol mana qaranglar. Quloq, burun, til, qo'l. Rasmdan ko'rib berasiz. Qarang. Ko'zimiz, mana ko'zimiz sizlarni ko'ryapman. Ko'radi. Quloqimiz orqali eshitamiz. Mana men gapiryapman, sizlar eshityapsiz. Sizlar burunlaring bilan emas, quloqlaring bilan eshityapsizlar, to'g'rimi? Yo burunlaring bilan eshityapsizlar. Burunlaring bilan hidaysizlar. Endi tilimiz nima qiladi? Tam biladi. Tam biladi. Biz qalampir vosita suv ichamiz, achchiq deb. Tilimiz orqali. Endi qaranglar, qo'l. Ko'p deb dushyapti. Qo'l bilan mana issiq qo'limiz chaynakka tegsa nima bo'ladi? Qo'limiz kuyadi. Muzlaydi ushlasak, muzlab qoladimi? Qo'limiz bilan muzlayni qilamiz, muzlayligini. Endi ko'rish. Sizlar ko'rib turibman, sizlar meni ko'ryapsizlar. Nima orqali ko'ryapsizlar? Ko'z orqali. Endi sezgi nimaligini bilib oldik, sezgi a'zolarimizni bilib oldik. Endi amaliy qo'llaymiz. Xo'pmi? Hop, endi bularda amaliy qo'llaymiz. Mana ko'zlaringni bekitamiz, nimaligini topasizlar. Xo'p, birinchi marjanoq. Boshladik. Qo'ling. Banan. To'g'ri. Keyingisi. Olma. To'g'ri. Buji? Xurmo. Yo'q, yaxshiroq. Limon. Buji? Xurmo. To'g'ri, bu xurmo. Endi mevalarni topdi. Bu. Necha ball beramiz? 5 ball beramiz. Endi shakllardan. To'rtburchak. Kubiga. Nomdan bilishadimi o'zi? Uchburchak. Uchburchak shaklidagi piramida. Olma, to'g'ri. Keyingisi? Xurmo. To'g'ri. Bunisi-chi? Limon. Ball. 5 ball. Keyingisi? Shakllar bo'ldi. O'sha. Silindr. Spermiya. Hop, to'g'ri. Bunisi-chi? Uchburchak. Piramida. Kvadrat. To'g'ri. Bu qiz ham 5 ball. To'xtab tur. Undan oldin nima qildik? Ko'zimizni baylab shakllar topdik. Unda nimani aniqladik? Qanaqa shaklligini. Qo'limiz orqali. Hop, qo'limiz orqali qildik. Endi tilimiz orqali sezamiz. Hop, unda ko'zimizni baylaymiz. Topasizlar tillaring orqali. Qanaqa sizlarga? Boshladik. Qo'lingni ber. Yap. Nima bu? Banan. Keyingisi. Ne bo'ldingmi? Olma. Bittada topding, qo'y. Bo'ldingmi? Xurmo. Ber qo'ying. Ber. Endi oxirgi mevamiz. Nima bo'ldi? Oltilar bilmaga. Sekin. Limon. Muzaffiya. Boshlaymiz. Qo'lingni ber. Banan. Yeb bo'ldingmi? Keyingisi.
Aynen. Olma. Yo'q. Keyingisi. Nima bu? Limon. Limon. To'xta ko'ring. Yesam. Oynayam. Ketdimi? Sanbas. Mo'g'ul. Boshladikmi? Aç. Yevol, keyin gapir. Limon. O'rmon. Keyingisi. Bala. Aynen. Keyingisi. Olma. Olma bo'ldi. Nima bo'ldi? Limon. Limon bo'ldi, balli. Qo'li qaltirab ketyapti. Hop, keyingi o'yinimiz ko'rib turib harakatlardan topish. Qulog'imiz bekik bo'ladi. Men gapiraman, ovozim eshitilmaydi. Og'zimdagi mimikalarga qarab, bunday mimikalarga qarab topasizlar, tushundingizmi? Hop, boshlaylik. Eshitilyaptimi? Eshitilyaptimi? Hop, boshlaylik. Boshlayapsanmi sen? Lola. Lola. Kitob. Kitob. Hop, bitta topolyapti. Pastroydi. Daftar. 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 Ruchka. Uchta. Ruchka. Ucha. Ruchka. Ruchka. Uch. Ruchka. Ruchka. Ana balli. Bunga aytamiz. Ketdi. Nima desam bo'ladi? Doska. Balaylatib yubordingiz. Voy, baqirma. Doska. Doska. Eshitmasliging kerak-da. Bo'lmasa nima kerak? Ko'zing bilan ko'rishing kerak. Doska. Doska. Qalam. 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 Nima qilsam bo'ladi? Devor. Devor. Kitob. Devor. 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 Eshik. Eshik. Aytasam baxtlar. Nima turaydi? Ayiq. 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 Lola. Lola. Kitob. Kitob. Daftar. 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 Bo'ldi. Ma'qul bo'lish. Korobkasi ko'zimiz orqali, mimikalar orqali bilib olarkanmiz. Bu nimaga kiradi? Ko'rish sezgimizga kiradi. Endi keyingisi. Keyingisi nima? Hop. Endi navbat eshitishga. Ko'rishga nima qildik? Hozirgi o'yinimizda quloqlarni bekitib qo'ydik. Ko'z orqali ko'rdilar. Demak, ko'rish nima ekan? Eshitmasa ham qanaqaligi ovoz mimikalardan ko'rish. Endi qo'lga nima qildik biz? Qanday harakatlar qildik? Qo'limiz orqali nima shakllar chiqardilar. Men sizlarga tovush qo'yaman, nimaligini topasizlar, xo'p? Yomg'ir. Yomg'ir. Shamol. Shamol. Endi mana yomg'ir qanaqa bo'ladi? Jijini kulyapkan. Jijini kulyapkan. Yig'layotgan. Luchi? Yomg'ir yog'ayotgan. Endi mana yomg'ir yog'yapti. Yomg'ir yog'yapti. Suvlar ovozlari eshitilyapti. Ana bilib oldim.
Endi qulog'imiz orqali nimalarni ajratdik? Tovushlar. Tovushlarni. Demak, qulog'imiz orqali hattoki yig'layotganini ham, kulayotganini ham ko'rmasdan jijjiligini bilib oldik. Katta odam yig'lamayapti. Kim yig'layapti? Kichkina jijji yig'layapti. Buni biz qayerdan bildik? Ovozidan eshitib bildik. Endi keyingisi hidlaymiz. Endi burnimiz orqali sezish qilamiz. Ajratamiz. Meti atir bor. Farqi bormi yo'qmi aytasizlar? Birinchisi. Yumshog'i. Bunisi o'tkiradi. Qayerdan bildik? Burnimizdan. Hidlab ko'rchi sana. Hidladi sezyapsizlar, a? Olib keling, sizga beraman. Mayli, hidorsin. Sen ham hidi. Endi hattoki qaranglar, shtrixlarni ham hidi bor, bilasizlarmi? Kraskalarni hidi bor. Yana sizlar qanaqa hidlarni bilasizlar? Yana qanaqa hidlar? Kiledi hidi, flomaster, Kitoblarni ham hidi bor, a? Kilaylarni, ruchkalarni hidi bor, gullarni, yana-chi? Burlarni. Hattoki mellarni ham hidi bor, a? Hop. Qaranglar, endi mavzuyimiz tugadi. Qaranglar. Ko'zni ko'rdik, qo'lni ushlab ko'rdik, tilimiz bilan yeb ko'rdik, ajratdik mevalarni burnimiz orqali, atirlarni, narsalarni ajratdik, qulog'imiz orqali eshitdik. Endi savollaring bormi? Bormi? Yo'qmi? Unda eshitish nima ekan? Quloq. Quloqda qanaqa eshitarkan? Nimalarni eshitarkan? Misol Qo'shiq, odamlar ovozi, ajratiladigan shamol. Hop, qo'limiz orqali-chi? Qo'limiz orqali to'p, o'yinchoq, issiq, sovuq. Mana u yumshoq, mana unaqa to'rtburchak, muqadir budir teshik. Shularni ajratyapmiz. Ko'rish orqali. Nima qildik ko'rish orqali? Misol, quloqlaring kar bo'lib qolsa ham, ko'rib, mani nima qildilar? Eshitmasalaringni ovozimdan nima deyotgan bilib oldilar. Demak, ko'rish orqali odamlarni harakatlarini,